Oshnam bilan gaplashib o'tirsam-da, turib olib turib, bunaqa qilib yashab hech narsaga erisha olmaymiz. B planga o'tish kerak deydi. Bu A plan desayotgan ekan shu paytgacha. Bunaqa qilib yashash uchun plan tuzish kerak ekan, tasavvur qilinglar. Bu planli hayot bo'lsa, plansiz hayoti isnot bilan falokat uyg'unligi degan kitob yozsa bo'laveradigan-da, tushunasizmi? Qanday bu hayotni planli deyish mumkin? Luboy bitta umrbodga 5-6 ta statya bilan qamalgan odamni suddagi ayblovlarni bunday o'qib turib, "Mana shu bolani tarjimai holimikin" deb qo'yasiz. "Mana shu bolani yashagan umri haqida gap ketyapti" deb. Ammo oilasi shunaqa tinch oila, shunaqa yaxshi insonlar, ota-onasi to'g'risida, shunaqa tinch, bizni Telegram gruppadan ham tinchda oilasi. Umuman bular baqirishni bilmaydi deb o'ylaysiz. Ammo bu iplosti o'zi og'zida kannagi bilan tug'ilgan. Tinchlik bu bolani obro'siga to'g'ri kelmaydi. Har kun ishga chiqarib yurish kerak. Yana bunday turib olib, "Sen bilan yursam o'zimni xotirjam his qila olaman" deb dushmanlarim ham yaqinlasha olmaydi deydi. Seni qanaqa dushmanlaring meni ko'rib yaqinlashmasligi mumkin? Sen nima smurflar bilan dushman bo'lib yursam, yo hamma dushmanlaring 70+mi men ularni qo'rqitaman.